Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari va ushbu videoni tasodifan ko'rib qolgan har bir inson. Bugun sizning e'tiboringizga juda ham dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani havola qilaman. Bu masala so'nggi paytlarda ko'pchiligimizni qiynayotgan, kunlik turmushimizga jiddiy ta'sir ko'rsatayotgan elektr energiyasi va issiqlik ta'minotidagi uzilishlar bilan bog'liq. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Agar siz ham elektrsiz qolgan bo'lsangiz, uyingiz sovuq bo'lib qolgan bo'lsa, unda bu video aynan siz uchun. Bugungi suhbatimiz mavzusi elektr va issiqlik ta'minotidagi uzilishlar uchun katta kompensatsiya olish imkoniyati. Bu ma'lumot shunchaki muhim emas, u tanqidiy darajada zarur va har birimizga tegishli. Agar siz o'z huquqlaringizni bilishni va ularni himoya qilishni istasangiz, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni, videoga like bosishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Chunki shunda siz keyingi qimmatli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Bu siz uchun hech narsa emas, lekin biz uchun katta motivatsiya. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Qanday qilib ilgari edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, bir o'z tarixga nazar tashlaylik. Avvallari kommunal xizmatlarning sifati va uzilishlari bo'yicha iste'molchilarning huquqlari to'liq himoyalanmagan. Bu boradagi mexanizmlar juda noaniq edi. Misol uchun, elektr yoki issiqlik uzoq vaqt uzilib qolsa, ko'pincha yagona yo'l shikoyat qilish bo'lgan. Shikoyatlar qabul qilinardi, lekin bu vaziyatni o'zgartirmasdi va siz nafaqat yuzaga kelgan noqulayliklar uchun, balki moliyaviy zarar uchun ham hech qanday kompensatsiya olmardingiz. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar uzilishlarni texnik nosozliklar, avariyalar yoki rejali ta'mirlash ishlari bilan izohlardi. Xizmat uzilishlari uchun davlatimizda haqiqiy moliyaviy javobgarlik mexanizmi deyarli mavjud emas edi. Bu iste'molchilarda haqsizlik hissini uyg'otardi. Chunki siz pul to'laysiz, ammo buning evaziga to'laqonli xizmat olmaysiz. Uzilishlar ba'zan bir necha soat emas, balki bir necha kun, hatto haftalab davom etib, ayniqsa qishda issiqlik ta'minotidagi muammolar jiddiy sog'liq muammolariga, uy-joylarning sovishiga va umumiy hayot sifatining yomonlashishiga olib kelardi. Odamlar o'z muammolari bilan yolg'iz qolardi. Lekin hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Bu siz uchun eng muhim xabar. So'nggi paytlarda hukumatimiz tomonidan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishga, xususan kommunal xizmatlar sohasida ularning manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan qator muhim qarorlar va me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Bu o'zgarishlar nimani anglatadi? Endi kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'z majburiyatlarini bajarmaganligi, ya'ni belgilangan standartlarga muvofiq elektr energiyasi, issiqlik yoki boshqa xizmatlarni uzluksiz ta'minlamaganligi uchun moliyaviy javobgarlikka tortiladi. Bu shunchaki ogohlantirish yoki jarima emas, balki aynan siz aziz iste'molchilar ko'rgan zararingiz uchun kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lasiz. Bu yangi mexanizmning asosiy maqsadi xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning mas'uliyatini oshirish, ularning xizmat sifatini yaxshilashga undash va iste'molchilarning huquqlarini amalda himoya qilishdir. Bu endi quruq gap emas, bu qonuniy kuchga ega bo'lgan amaliy mexanizm. Keling, bu qanday ishlashini batafsil ko'rib chiqamiz. Kim kompensatsiya olishi mumkin va kim tashvishlanmasligi kerak? Bu juda muhim savol. Kompensatsiya olish huquqiga eng avvalo aholi, ya'ni oddiy fuqarolar va shaxsiy turar joy egalari, shuningdek ko'p qavatli uylarda yashovchi xonadon egalari egadir. Bundan tashqari, kichik tadbirkorlik subyektlari ham, agar ularning faoliyati kommunal xizmatlarning uzilishidan to'g'ridan-to'g'ri zarar ko'rsa, kompensatsiya olishlari mumkin. Masalan, do'konlar, kafelar, sartaroshxonalar kabi tashkilotlar, ammo bugun asosan aholi punktlariga e'tibor qaratamiz. Chunki ularning soni ko'p va bu muammo ularga bevosita ta'sir qiladi. Kim tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning uyingizda elektr yoki issiqlik hech qachon uzilmagan bo'lsa, yoki uzilishlar minimal bo'lib, belgilangan me'yorlardan oshmagan bo'lsa, unda sizga kompensatsiya talab qilishga hojat yo'q. Shuningdek, agar uzilishlar sizning o'zingizning xohishingiz bilan, masalan, ta'mirlash ishlari uchun vaqtincha uzilish so'raganingizda yoki ichki tarmoqlardagi nosozliklar sababli yuzaga kelgan bo'lsa, bu holatlarda ham kompensatsiya berilmaydi. Qanday sharoitlar kompensatsiyaga sabab bo'ladi? Bu yerda aniq me'yorlar mavjud. Elektr energiyasi uchun standartlarga ko'ra uzilish uzluksiz 24 soatdan oshsa yoki bir oy ichida jam 2 soatdan oshsa kompensatsiya olish huquqi paydo bo'ladi. Issiqlik ta'minoti uchun esa uzilish harorat normadan past bo'lishi bilan
birga 24 soatdan ko'proq davom etsa, kompensatsiya beriladi. Issiq suv ta'minotida esa agar suv harorati belgilangan me'yorlardan past bo'lsa yoki umuman bo'lmasa va bu 8 soatdan ortiq davom etsa, kompensatsiya talab qilish mumkin. Bu raqamlar juda muhim. Ular sizning kompensatsiya olish huquqingizni kafolatlaydi. Kompensatsiya qanday hisoblanadi? Bu ham dolzarb savol. Kompensatsiya miqdori uzilish davomiyligi xizmat turi va zarar miqdoriga bog'liq bo'lib, ko'pincha xizmat haqini qayta hisoblash yoki qo'shimcha pul to'lash shaklida beriladi. Keling, konkret misollar ko'rib chiqaylik, shunda hamma narsa aniq bo'ladi. Misol 1. Kvartira egasi, Toshkent shahrida yashovchi Aziza opa 2 farzandning onasi. 2023 yil dekabr oyida uning ko'p qavatli uyida elektr energiyasi uzilishlari jami 90 soatni tashkil etdi. Garchi qoida bo'yicha oyiga 7 soatdan oshmasligi kerak edi. Aziza opaning uyi elektr bilan isitiladi, bu uzilishlar uning uyini sovutib yubordi. Bolalar sovuqda qoldi. Oziq-ovqat mahsulotlari muzlatgichda buzildi. Elektr energiyasi uchun uning oylik to'lovi 1,5 million so'm edi. Yangi qonunlarga muvofiq u uzilish bo'lgan har bir qo'shimcha soat uchun kompensatsiya olish huquqiga ega. Agar davlat belgilagan normaga ko'ra har bir ortiqcha soat uchun oylik tarifning 0,5 ming miqdorida kompensatsiya berilsa, Aziza opa 10 soat ortiqcha uzilish uchun, ya'ni 12.500 so'm minimal kompensatsiya oladi. Bu uning kelgusi to'lovlardan chegirib tashlanishi mumkin. Buzilgan mahsulotlar kabi qo'shimcha zararlar uchun kompensatsiya haqida keyinroq batafsil gaplashamiz. Misol 2. Xususiy uy egasi qishloq joyda. Farg'onada yashovchi Akmal aka o'z uyini qattiq yo'qilg'i bilan istadi, ammo uyda elektr energiyasi uchun suv nasosi va boshqa turmush texnikasi ishlaydi. 2024 yil yanvar oyida uning uyida elektr uzluksiz 36 soatga uzilib qoldi. Normaga ko'ra uzilish 24 soatdan oshmasligi kerak. Akmal akada suv nasosi ishlamagani uchun suv ta'minotida ham muammo yuzaga keldi. Bu uzilish tufayli uning uyida isitish tizimi to'g'ri ishlamay qoldi. Shuningdek, oila oddiy ovqat tayyorlashda ham qiynaldi. Akmal akada 12 soat ortiqcha uzilish qayd etildi. Agar elektr energiyasi uchun uning oylik to'lovi tatib mamin so'm bo'lsa va kompensatsiya mexanizmi yuqoridagi kabi bo'lsa, 3800 so'm olishi mumkin. Bu mablag'lar uning keyingi to'lovlarida hisobga olinishi kerak. Misol uchun, kichik biznes egasi qahvaxona. Samarqanddagi kichik qahvaxona egasi Dilorom opaning vaziyatini ko'rib chiqaylik. Uning qahvaxonasi 2024 yil fevral oyida issiqlik ta'minotidan 800 soat davomida uzildi. Bu degani mijozlar sovuq xonada o'tirishga majbur bo'ldi. Bu esa Dilorom opaning daromadiga salbiy ta'sir ko'rsatdi, chunki mijozlar kamaydi. Bu holatda Dilorom opa nafaqat xizmat haqi uchun kompensatsiya, balki o'zining tadbirkorlik faoliyatiga yetkazilgan zarar uchun ham kompensatsiya talab qilish huquqiga ega. Bunday hollarda kompensatsiya miqdori ko'rilgan moliyaviy zarar va xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bilan tuzilgan shartnoma shartlariga bog'liq bo'ladi. Zarar miqdorini hisoblash uchun buxgalteriya hujjatlari, sotuvlar to'g'risidagi ma'lumotlar va boshqa dalillar talab qilinishi mumkin. Masalan, Dilorom opa 2 kunlik uzilishda 1 million so'mgacha bo'lgan potensial daromad yo'qotish uchun ham kompensatsiya talab qilishi mumkin. Bu kompensatsiyalar odatda oylik hisob kitoblarda aks ettiriladi yoki bank hisobiga o'tkaziladi. Bu misollar sizga vaziyatni yaxshiroq tushunishga yordam beradi degan umiddaman. Eng muhimi, sizning huquqlaringiz bor va endi ulardan foydalanish uchun amaliy mexanizmlar yaratilgan. Har bir qoidaning o'z istisnolari va nozik jihatlari bo'lgani kabi, bu yangi kompensatsiya tizimida ham ba'zi muhim nuanslar mavjud. Agar siz ularni bilmasangiz, kompensatsiya olish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Keling, bu istisnolarni va yashirin tuzoqlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchidan, kompensatsiya qachon berilmaydi? Force major holatlari. Bular tabiiy ofatlar, masalan, zilzilalar, to'fonlar, sel, suv toshqinlari, shuningdek favqulodda holat e'lon qilingan vaziyatlar yoki harbiy harakatlar. Bunday hollarda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'z majburiyatlarini bajarmaganliklari uchun javobgar bo'lmaydilar. Chunki bu ularning nazorati ostida bo'lmagan holatlar. Ammo ular vaziyatni imkon qadar tezroq bartaraf etish uchun barcha choralarni ko'rishlari shart. Ya'ni, agar sizning uyingizda elektr tokining uzilishi kuchli bo'ron tufayli simlar uzilib ketganligi sababli yuzaga kelgan bo'lsa va bu haqiqatan ham tasdiqlansa, kompensatsiya olish qiyin bo'lishi mumkin. 2.
rejali ta'mirlash ishlari, agar xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sizni rejali ta'mirlash ishlari haqida oldindan belgilangan muddatlarda odatda bir necha kun oldin to'g'ri xabardor qilgan bo'lsa, bu uzilishlar uchun kompensatsiya berilmaydi. Masalan, sizga SMS orqali yoki e'lonlar doskasi orqali xabar bergan bo'lsa, kompensatsiya talab qila olmaysiz. Shuning uchun xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan keladigan xabarlarga e'tiborli bo'lish juda muhim. 3. Iste'molchining aybi bilan yuzaga kelgan uzilishlar. Agar uzilishlar sizning ichki elektr tarmog'ingizdagi nosozliklar, ichki quvurlardagi avariyalar yoki sizning noto'g'ri harakatlaringiz, masalan, to'lovni o'z vaqtida amalga oshirmaslik sababli uzish tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, kompensatsiya berilmaydi. Bu juda mantiqiy, chunki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot o'z aybi bo'lmagan holat uchun javobgar bo'lmaydi. Ikkinchidan, uzilishni qanday isbotlash kerak? Bu eng katta muammolardan biri bo'lishi mumkin. Ko'pincha xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar uzilish bo'lganini inkor etishga yoki uning davomiyligini qisqartirishga urinishadi. Shuning uchun sizga dalillar kerak bo'ladi. Vaqt va sanani ko'rsatadigan fotosuratlar va videolar. Masalan, soat ko'rsatkichlari bor termometrlarni, uyali telefon ekrani yoki soatni yonida ko'rsatib suratga oling. Agar issiqlik yo'q bo'lsa, xona haroratini ko'rsatuvchi termometrni suratga olishingiz mumkin. Guvohlar. Qo'shnilaringiz, oila a'zolaringiz yoki boshqa ishonchli shaxslarning ko'rsatmasi muhim. Ularning aloqa ma'lumotlarini yozib oling. Kommunal xizmatlarning avariya xizmatiga qilingan qo'ng'iroqlar yozuvlari yoki ularning raqamlari. Har bir qo'ng'iroq sanasi, vaqti va dispetcherning familiyasi agar iloji bo'lsa yozib olinishi kerak. Agar ular qo'ng'iroqni ro'yxatdan o'tkazganliklari haqida tasdiqlovchi raqam bersalar, buni ham yozib oling. Bu rasmiy dalil hisoblanadi. Rasmiy yozishmalar. Agar siz yozma murojaat qilgan bo'lsangiz, uning nusxasi va qabul qilinganligi haqidagi shtamp yoki ro'yxatga olish raqamini saqlab qo'ying. Uchinchidan, talab qilingan kompensatsiya miqdori past bo'lsa-chi? Yuqoridagi misollarda ko'rganimizdek, ba'zida asosiy xizmat haqi uchun hisoblangan kompensatsiya juda kichik bo'lishi mumkin. Ammo bu butun zarar emas. Agar uzilishlar sizga jiddiyroq zarar yetkazgan bo'lsa, masalan, elektr uzilishi tufayli muzlatgichdagi qimmatbaho oziq-ovqat mahsulotlari buzilgan bo'lsa, yoki isitish tizimidagi nosozlik tufayli uy jihozlari ishdan chiqqan bo'lsa, siz bu zarar uchun ham alohida kompensatsiya talab qilish huquqiga egasiz. Bunday hollarda sizga buzilgan narsalarning qiymatini tasdiqlovchi cheklar, kafolat talonlari, ta'mirlash xarajatlari uchun kvitansiyalar yoki mustaqil ekspert baholash xulosalari kerak bo'ladi. Bu juda muhim nuans, chunki ko'pchilik faqat xizmat haqini qayta hisoblash bilan cheklanib qoladi. 4-dan, muddatlar. Shikoyat qilish va kompensatsiya talab qilish uchun belgilangan muddatlar bormi? Ha, mavjud. Odatda uzilish sodir bo'lgan kundan boshlab ma'lum bir muddat ichida murojaat qilish kerak. Bu muddatlar xizmat turiga va hududiy qonunchilikka qarab farq qilishi mumkin, lekin ko'pincha bu o'tbit kunni tashkil etadi. Shuning uchun uzilish sodir bo'lishi bilan imkon qadar tezroq harakat qilish muhim. Kechikish sizning huquqingizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. 5-dan, qisman uzilishlar. Elektr kuchlanishining pasayishi yoki suv bosimining past bo'lishi kabi holatlar qanday bo'ladi? Bu ham juda ko'p uchraydigan holat. Agar kuchlanish yoki bosim belgilangan me'yorlardan past bo'lsa, bu ham xizmat sifatining yomonlashuvi hisoblanadi va bu holatlar uchun ham kompensatsiya talab qilish mumkin. Ammo bunday holatlarni isbotlash biroz qiyinroq bo'ladi. Chunki sizga maxsus o'lchov asboblari yordamida o'lchangan dalillar kerak bo'ladi. Ba'zi zamonaviy uylar va kvartirlarda kuchlanishni o'lchaydigan qurilmalar mavjud. Agar sizning uyingizda bunday qurilma bo'lsa, uning ko'rsatkichlari ham dalil bo'lishi mumkin. Bu nozik jihatlarni e'tibordan chetda qoldirmang, chunki ular sizning haqqingizni to'liq himoya qilishga yordam beradi. Barcha bu nozik jihatlarni bilish sizga kompensatsiya olish jarayonida xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning mumkin bo'lgan to'siqlarni bartaraf etishga, o'z huquqlaringizni to'liq himoya qilishga yordam beradi. Endi eng muhim qismga keldik. Nima qilish kerak? Qanday qilib bu kompensatsiyani olish mumkin? Men sizga bosqichma-bosqich aniq ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan yodda tuting. Qadam uzilishni hujjatlashtiring. Bu eng birinchi va eng muhim qadam. Uzilish boshlanishi bilan darhol harakat qiling. Sanani va vaqtni qayd eting. Telefoningizda eslatma qiling. Fotolar va videolar oling. Elektr uzilganini ko'rsatadigan
qorong'u xona rasmlari, ishlamayotgan elektr jihozlari, yonida soat turgan suratlar. Agar issiqlik yo'q bo'lsa, xona haroratini ko'rsatuvchi termometrni suratga oling. Bu dalillar uzilishning haqiqatda yuz berganini va qancha vaqt davom etganini isbotlashga yordam beradi. Guvohlarni toping. Qo'shnilaringiz, do'stlaringiz yoki oila a'zolaringiz bu uzilishga guvoh bo'lishsa, ularning ismlarini, aloqa raqamlarini yozib oling. Keyinchalik ularning ko'rsatmasi kerak bo'lishi mumkin. Qadam: kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bilan bog'laning. Uzilish boshlanishi bilan darhol tegishli xizmatga murojaat qiling. Bu elektr ta'minoti uchun hududiy elektr tarmoqlari korxonasi yoki issiqlik ta'minoti uchun issiqlik ta'minoti korxona avariya xizmati bo'lishi mumkin. Ularning ishonch telefonlariga hotline qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroq sanasini, vaqtini va dispetcherning familiyasini agar aytsa yozib oling. Murojaatingizga ro'yxatga olish raqam berishlarini so'rang. Bu raqam sizning murojaatingizni rasmiy dalilga aylantiradi. Bu muhim. Uzilish sababini va taxminiy tiklanish vaqtini so'rang. Iloji bo'lsa, mobil ilovalari yoki veb saytlari orqali ham xabar bering. Ba'zi xizmatlar onlayn shikoyat qabul qilish tizimiga ega. 3 qadam: zarur hujjatlarni to'plang. Kompensatsiya olish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport nusxasi. Kommunal xizmatlar uchun to'lov kvitansiyalari oxirgi 6 oy yoki 1 yil uchun. Bu sizning to'lovchi ekanligingizni tasdiqlaydi. Turar joyingizga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjatlari nusxasi. Uzilishni tasdiqlovchi dalillar, fotosuratlar, videolar, guvohlar ko'rsatmasi, avariya xizmatiga qo'ng'iroqlar yozuvlari. Agar kompensatsiya faqat xizmat haqini qayta hisoblashdan tashqari boshqa zararlarni, buzilgan mahsulotlar, ishdan chiqqan jihozlar qoplasa, ushbu zararlarning miqdorini tasdiqlovchi hujjatlar, chek, kafolat talonlari, ta'minlash uchun kvitansiyalar, mustaqil ekspert xulosasi. Bu kvitansiyalarni doim saqlashga harakat qiling. 4 qadam: shikoyat arizasini yozing va topshiring. Bu arizani siz xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning o'ziga yozishingiz kerak. Arizada quyidagilarni aniq ko'rsating. Sizning FI, familiya, ism-sharifingiz va yashash manzilingiz, aloqa telefon raqamingiz, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning nomi, uzilishning aniq sanasi, vaqti va davomiyligi, yetkazilgan zarar miqdori, agar mavjud bo'lsa, xizmat haqini qayta hisoblashdan tashqari, talab qilingan kompensatsiya turi. Masalan, xizmat haqini qayta hisoblash, moddiy zarar uchun to'lov. Arizaga ilova qilingan barcha hujjatlar ro'yxati. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Birini xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga topshiring. Ikkinchisiga esa qabul qiluvchining imzosini, lavozimini va sanani qo'ydirib oling. Shu bilan birga arizangizga kirish raqami, registratsiya raqami berilishini so'rang. Bu sizning rasmiy murojaatingizni tasdiqlaydi. Agar tashkilot yozma arizani qabul qilishdan bosh tortsa, uni pochta orqali buyurtma xat, zakaznoy xat tarzida kvitansiyasini saqlab qolgan holda yuboring. 5 qadam: murojaatingizni kuzatib boring. Arizani topshirgandan so'ng xizmat ko'rsatuvchi tashkilot qonun bo'yicha 15 kun ichida, ba'zi hollarda 30 kungacha sizga javob berishi kerak. Agar bu muddatda javob kelmasa yoki rad javobi olsangiz va u sizni qoniqtirmasa, keyingi instansiyalarga murojaat qilishingiz mumkin. 6 qadam: keyingi instansiyalarga murojaat. Agar xizmat ko'rsatuvchi tashkilot o'z majburiyatini bajarmasa yoki adolatsiz javob bersa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga murojaat qiling. Bu tashkilot iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish uchun maxsus tuzilgan. Ular sizning arizangizni ko'rib chiqib, tegishli choralar ko'radilar. Agentlikning rasmiy veb sayti orqali yoki yozma shaklda murojaat qilish mumkin. Mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling. Ular ham fuqarolarning muammolarini hal qilishga mas'ul. Prokuraturaga murojaat qiling. Agar sizning huquqlaringiz qo'pol ravishda buzilgan deb hisoblasangiz, prokuraturaga shikoyat yozishingiz mumkin. Sudga murojaat qiling. Bu eng oxirgi chora, ammo eng samarali vositalardan biri bo'lishi mumkin. Agar yuqoridagi barcha choralar yordam bermasa, siz sudga da'vo arizasini kiritishingiz va kompensatsiyani sud orqali undirishingiz mumkin. Bunday hollarda advokat yordamiga murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Sudda siz nafaqat moddiy zarar, balki ma'naviy zarar uchun ham kompensatsiya talab qilishingiz mumkin. Unutmang, har bir murojaatga sizning barcha hujjatlaringiz nusxasini ilova qiling. Asl nusxalarni o'zingizda saqlang. Har bir javob xatini
va rasmiy xat yozishmalarni ehtiyotkorlik bilan saqlang. Bu sizning ishingizni tez va samarali hal qilishga yordam beradi. Mana, aziz do'stlar, bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki, men bergan ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. Asosiy xulosa shuki, siz iste'molchi sifatida kommunal xizmatlarning sifatsizligi yoki uzilishi uchun kompensatsiya olish huquqiga egasiz. Bu huquq endi nafaqat qonunlarda yozilgan, balki amaliy mexanizmlar bilan ham ta'minlangan. Bu shunchaki haqqim bor degan so'z emas, balki amaliy harakatlar bilan himoya qilinishi mumkin bo'lgan real imkoniyatdir. Esingizda tuting, sutkashlik qilmang. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qilishdan qo'rqmang. Har bir fuqaroning faolligi mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasidagi umumiy sifatni yaxshilashga xizmat qiladi. Agar sizda yana qandaydir savollar paydo bo'lsa, ushbu video ostiga izoh qoldiring. Men yoki kanalimiz mutaxassislari sizga javob berishga harakat qilamiz. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta unga like bosing, do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishing. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va amaliy ma'lumotlarni taqdim etamiz. O'zingizni va huquqlaringizni himoya qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.